Subhanalloh. O'lim chinakamiga hech kimni ajratmaydi. Bu yerda stol ustida dunyoda hech kimga tanilmagan bir kishi bor. U oddiy hayot kechirgan, oddiy uyda yashagan va oddiy ish haqi evaziga ishlagan. Boshqa tomonda esa hayotda juda yuqori mavqega ega bo'lgan bir birodarimiz bor. U ko'p pulga ega edi. Dabdabali hayot kechirgan va oxir oqibat muhim inson bo'lgan. Lekin ikkalasi ham bir xil stol ustiga yotqiziladi. Dunyo hayotida ular hech qachon yo'llari kesishmagan. Lekin tahorat stoli haqida gap ketganda, har bir insonning yo'li u yerdan o'tadi. Chunki boy ham, kambag'al ham, katta ham, kichik ham o'sha stol ustiga yotqiziladi. Shuning uchun bu dunyoda o'zingni kibrdan tiy. Bir-biringizni kechirishni